Ana Star Extra bilan stipendiya qilish jarayoni kechki dekabr oyiga kelgan g'alla. Xo'p, xo'p. Endi effektini ko'ramiz. Assalomu alaykum. Bugungi sanamiz mana 2026-yil 17-mart sanasida turibmiz. Dekabr oyi noyabrda oxiri ekilgan bug'doyimiz, dekabr oyining bosh, noyabr oxirida ekilgan bug'doyimiz. Juda ahvoli og'ir edi. Mana shu Star Extra, mana shu Star Extra yashnatuvchi, o'stiruvchi o'g'itini sepdik, mana speziyasini sepdik. 20 kunda mana bug'doyni yaxshi o'zgartirib, pattalatib berdi. Bundan 20 kunlik holatini ham ko'rsatib beramiz. Oldin ham videoga olganmiz 20 kunlik oldin holatini ham. Hali 1 kilogramm ham siltir berganimiz yo'q. Bu hali kechkisi shunchalik darajada o'sgan. Berishga qo'rqib turibmiz siltirlar olib kelib qo'yibmiz, hali berganimiz yo'q. Bitta mana shu bilan speziya qilib qo'yibmiz hali. Star Extra bilan.